Ko'pchilik soch to'kilishi, qorinda vazn yig'ilishi yoki doimiy charchoqni his qilganda darhol turli kasalliklardan shubhalanadi va dori izlaydi. Lekin bu belgilarning asl ildisi ko'pincha analizlarda emas, sizning asab tizimingizda yashiringan bo'ladi. Biz stressni shunchaki yomon kayfiyat yoki vaqtinchalik emotsiya deb o'ylaymiz va o'tib ketadi deb kutamiz. Aslida esa siz asabiylashayotgan soniyangizdayoq tanangizda juda murakkab biokimyoviy jarayonlar ishga tushadi. Agar bu holat uzoq davom etsa, u reproduktiv tizimga va umumiy gormonal muvozanatga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bugun biz asabiylashish sizning gormonlaringizni aynan qanday mexanizmlar orqali o'zgartirishi va bu biologik zanjirni to'g'ri odatlar yordamida qanday barqarorlashtirish mumkinligini ilmiy faktlar asosida tahlil qilamiz. Jarayonni tushunish uchun avvalo inson fiziologiyasiga e'tibor qaratamiz. Inson kuchli xavfni yoki stressni sezganda miya darhol buyrak usti bezlariga signal yuboradi va qonga kortizol hamda adrenalin ajralib chiqadi. Bu organizmning omon qolish rejimi bo'lib, xavfdan qutulish uchun insonga tezkor energiya beradi. Muammo shundaki, zamonaviy insonda bu holat vaqtinchalik emas, balki surunkali davom etadi. Ishdagi muammolar, doimiy tashvishlar va uyqusizlik oqibatida qondagi kortizol darajasi pasaymaydi. Tana doimiy ravishda xavf ostidaman deb hisoblagach, uzoq muddatda boshqa muhim biologik jarayonlarning muvozanati buzila boshlaydi. Fiziologiyada shunday qonun bor. Organizm uchun birinchi o'rinda har doim omon qolish turadi. Inson tanasi turli xil steroid gormonlarni umumiy bazaviy xomashyodan ishlab chiqaradi. Agar siz uzoq vaqt stress ostida yashasangiz, organizm o'zining mavjud resurslarini birinchi navbatda kortizol ishlab chiqarishga yo'naltiradi. Natijada jinsiy va reproduktiv gormonlar sintezi uchun yetarli xomashyo qolmasligi mumkin. Shuning uchun kuchli va surunkali stress ostidagi ayollarda ba'zan hayz sikli buziladi, yuzda toshmalar paydo bo'ladi. Erkaklarda esa testosteron darajasi tushib ketib, doimiy holsizlik yuzaga kelishi kuzatiladi. Ya'ni tana energiyani saqlash maqsadida reproduktiv tizim faoliyatini sekinlashtiradi. Stressning navbatdagi ta'siri moddalar almashinuviga qaratilgan bo'ladi. Qonda kortizol doimiy yuqori bo'lganda, tana jigar orqali qonga ko'plab miqdorda glyukoza chiqaradi. Maqsad qochish uchun mushaklarga ozuqa berish. Lekin biz jismonan qochmaymiz, joyimizda o'tiraveramiz. Qondagi ortiqcha shakarni hujayralarga kiritish uchun tana insulin ishlab chiqarishga majbur bo'ladi. Yuqori insulin va kortizol birgalikda to'g'ridan-to'g'ri qorin sohasida yog' yig'ilishiga zamin yaratadi. Ko'pchilikning kam ovqat yesa ham vazn yig'ishining ilmiy sabablaridan biri aynan shudir. Bundan tashqari, surunkali stress ba'zi hollarda qalqonsimon bez faoliyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatib, metabolizmni yanada sekinlashtirishi mumkin. Bu gormonal o'zgarishlarning kimyoviy preparatlar bilan shunchaki yashirish emas, balki organizmning asosiy ritmini to'g'irlash muhimdir. Kortizol darajasini barqarorlashtirish uchun ilm fan tasdiqlagan quyidagi muhim qadamlarga e'tibor bering. Birinchidan, ertalabki tabiiy yorug'lik. Uyg'onganingizdan so'ng birinchi soat ichida ko'zga tushgan tabiiy quyosh nuri miyaga to'g'ridan-to'g'ri signal beradi va kunlik kortizol ritmini to'g'irlaydi. Ikkinchidan, oqsilga boy nonushta. Ertalab uglevod emas, oqsilga boy taom iste'mol qilish qondagi qand miqdorining keskin sakrashini oldini oladi. Bu o'z navbatida kortizolning barqaror turishini ta'minlaydi. Uchinchidan, magniy moddasi. Asab tizimini regulyatsiya qilish va stress ta'sirini kamaytirishda magniyga boy mahsulotlarni ratsionga qo'shish o'ta muhim ahamiyatga ega. Lekin unutmang, asab tizimi to'liq tinchlanmas ekan, organizmda hech qanday gormonal balans o'z-o'zidan tiklanib qolmaydi. Surunkali stress davrida asab hujayralari qo'shimcha himoya va ozuqaga muhtoj bo'ladi. Bu jarayonda Sunnah Products brendi organizmni qo'llab-quvvatlovchi ishonchli tabiiy vositalarni taklif etadi. Asab hujayralari membranasini himoya qilish va kognitiv faoliyatni yaxshilashda omega 3 yog' kislotalariga boy sof sig'ir yog'i juda foydali vosita bo'lishi mumkin. Asab tizimidagi ortiqcha taranglikni tushirish va organizmni tabiiy xotirjamlik hamda sog'lom uyquga tayyorlash uchun esa o'z samarasini isbotlagan lavanda asosidagi tabiiy vositalar ham yaxshi yordam beradi. Bu mahsulotlar asab tizimiga sun'iy tormoz bermasdan, uning tabiiy funksiyalarini barqarorlashtirishda yaxshi qo'shimcha bo'la oladi. Gormonlaringiz bu sizning qanday o'ylashingiz va qanday hayot kechirishingizning biologik inkosidir. Stressni nazorat qilish orqali siz nafaqat xotirjamligingizni, balki butun organizmingiz muvozanatini saqlab qolasiz. Ushbu tahliliy ma'lumotlarimiz sizga yangi bilimlarni bergan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoni tez-tez asabiylashadigan va o'z sog'lig'ini tiklamoqchi bo'lgan yaqinlaringiz bilan ulashing. Mahsulotlar haqida batafsil ma'lumot video ostida qoldirilgan.